Rekord narxda joy chiqyapti qadrdonlar Zenit tiklanish mahallasidan har bir sotxiga 28900 dollardan joy ko'rsatamiz. Mana bu joyimiz 3 ta kadastrga bo'lib alohida qilib qo'yilgan. Naryo tarafdan 3-chi sotilib bo'lgan. O'rtadagi 207 sotix, fasadi 8.4, bu yoq tarafdagi 206 sotix, buni ham fasadi 8.4. O'rtoqlar, endi mahallamizni ko'rishingiz mumkin. Kirib kelish bu yoq tarafdan o'sha tiklanish mahallasidan Zenitdan taxminan 2-3 minutlik yo'l. Endi bu yoq tarafdagi ko'chani ko'rishingiz mumkin. Sentralniy kanalizatsiya, suv, svet, gazlardan umuman muammo yo'q. Kadastri alohida qilib bo'lib qo'yilgan. Xohlasanglar o'rtadan 207 sini olinglar, xohlasanglar mana bu yoq tarafdan 206 ni olinglar. Uzunligi 31-32 ketyapti, fasad 8.4. Hozir kecha kunduzda bitta chiroyli 2 qavatli proyekt qilsa bo'ladi. 28900 bu lokatsiya uchun vobshe doda narx. Yaqinda Hasanboydan 29000 dan joy ko'rsatgan edik. Esingizda bo'lsa, mana shu baraka bo'pti. Bilasizlar, har doim joyi egalarning nomerlarini video ostida qoldiramiz. Telefon qilib bosadigan joyi. Mana shu yo'ldan shuncha o'tib, shu yoq tarafda shunaqa ko'p daraxtlar borligini bilmagan ekanman boru. Mana qaranglar. Shahrimizda daraxtlar ancha ko'p ekan. Biz hozir 15-qavatdamiz, o'rtoqlar. Shunaqa bitta zo'r joy chiqyapti. Mana oldimizda hammasi o'qishlar, kollejlar, institut, universitetlar, IT park zdaniyalari, Novostroykamizning o'zini stadionlari, bolalar o'ynash uchun maydonchalari, xullas sharoitlar vobshe doda ekan. Yashnobod tumani Maxtumquli yo'lini shundoqqina oldida qurilgan Novostroyka, o'rtoqlar. Mana balkonni ko'ryapsizlarmi? Bizda eng yuqori mansardning qavatidamiz. Bunaqasiga uzun ketgan balkon, unaqasiga uzun ketgan, naryo tarafida ham bor-da. 4 alohida kadastr ekan. Umumiy 185 kvadrat metr kattalikda. Naryo tarafdan ham kirib kelish mumkin. Podyezddan ham kirsa bo'ladi. Novostroykani 2 ta lifti bor. Hozir mana shunaqa korobka holatida. Buni endi ofislar qilib ishlaydiganlar bo'ladi-yu. Mana shularga ham lekin zo'r bo'lar ekan. Ikkiga yana bir ma'lumot. Agar men mana shu joyi 4dan birini sotib olaman desanglar ham, kadastr 4 ta bo'lganini hisobiga alohida bemalol xohlasanglar bu yoq burchagini, xohlasanglar bu yoq burchagini ham alohida sotib olsanglar ham bo'ladi. Kvadrati shu 1200 dollardan so'rashyapti. Mana bu tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Naryoqda Maxtumquli ko'chasi, bu yoqda mana Ferrollini zavodi joylashgan, bu yoq tarafdan ham yana katta balkon, mana romlari ham Benkamdan qilingan, razdvijnoy. Shunaqa moshinasidan qilingan ekan. Xuddi shu kvartiramizning yonginasida podключ tayyor holatdagi varianti ham bor. Qiziqqanlar uchun joyi egalarining nomerlarini video ostiga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Toshkent tumani Kirovdan 3 ta yonma-yon qurilgan uylarimiz. O'rtoqlar, shundan bittasi sotilib bo'pti. 2 ta dona qolgan yonma-yon, har bittasi 1.6 sotixli yer maydoniga ega. Hozir bittasini planirovkasi, hozir qanaqa holatda hammasini ko'rib chiqamiz. O'rtada asosiy kirish eshigi, bu yoqda kattagina darvoza, ichkariga bemalol bitta mashina qo'ysak bo'ladi. Hovlimizning chap burchagida yashil hudud, 2 qavatli imorati, buni bitta xona yer to'lasa ham bor, mana hovlidan tushiladi. Hozir ichkarida ustalar ishlashyapti. Uyi qurgan akalarimiz aytishyapti. Xohlasanglar, mana shunday holatida sotib olasizlar, xohlasanglar sizlarga podключ ham qilib beriladi. Men hozir narxini ham aytaman. Kirganimizda mana shunaqa kattagina keng hol bo'lyapti va bu tarafda ayollar uchun mo'ljallangan mana shunaqa oshxonani ko'rsak bo'ladi. Buni yonginasidan bo'lsa kattagina keng mehmonxonamizda joylashgan, gips kardonlarni qoqib qo'yishibdi va bu tarafda umumiy sanuzulimiz bo'lsa, buni yonginasida zinalarimiz, bu yoq tarafdan mana oxirgi xona. Mana uyimizning orqa tarafini qaranglar. Bog' ekan. Shunday Raddon ko'chadan kirib kelish taxminan shu 1 kilometr nari beri. Endi tepani ko'ramiz, ketdi. Birinchi qavatimizda bitta hol, 2 ta xona, oshxona bo'ldi. Endi ikkinchi qavatimizni ko'ringlar. Zinadan chiqqanda bu o'ng tarafdagi ikkinchi qavatdagi birinchi xona bo'lsa, buni yonginasida ikkinchi xonamiz. Endi mana zinadan chiqdik. Bu yoqdan ikkinchi qavatimizdagi 3-xona va buni qarshisida umumiy sanuzul va bu mana oxirgi ikkinchi qavatdagi 4-xona, umumiy hisobda 6-xona. Buni ham o'zining ichida bitta dushovoyi bo'ladi bu yoq burchagida. O'rtoqlar, mana shu holatida 105,000 dollar so'rashyapti bu lokatsiya uchun. Yaxshi narx. Agar sizlarga podключ kerak bo'lsa, yana qolgan pullarni bemalol telefon qilib, nech pul bo'ladi, qanaqa, hammasini gaplashaverasizlar. Bilasizlar, har doim joy egalarini, quruvchilarning nomerini video ostiga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bor yo'q shu 2 ta dona yonma-yon qolgan bu yoq burchagimizda shu sotilib bo'lgan. Keling qadrdonim, mana uyimizni
qani bitta ko'ring. 2.2 sotixli yer maydoniga qurilgan yangi uyimizni narxini ham siraz aytaman, 189 ming dollar chiqyapti. Hamma narsalar bilan tayyor holatda. Kiraverish katta navis qilingan avtomat darvoza, o'rtadan kiraverish eshik va bu yoqda yozgi oshxonalarni ko'rsak bo'ladi. Hamma sharoitlar ideal qilingan ekan. Bu yoqda bitta hojatxona va bitta xona yerto'lamiz ham bor. 2 qavatli imorat, 6 ta xona, hol, oshxona, 4 ta sanuzul. Mana shu yoq burchakdagi landshaftni o'ziga 2,5 ming dollar sarflab yuborishgan ekan. Endi ichkarini bitta ko'ringlar. Uyga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa shinamgina living room kutib oladi. Pardalarimiz hammasi elektronniy qilingan ekan. Damofonli, televizorli, divanli, gilamli. Uy egalari yetishyapti. Shu bitta-ikkita nima durum bor, o'shani olib chiqib ketaman. Qolgan deyarli 90% narsa shundoqligicha qoladi deyishyapti. Stol, oshxona, mebel, texnika, bu yoqda ham televizor, xolodilnik, bu oshxonamiz bo'ldi. Endi bu tarafdan marhamat, mehmonxonani ko'ringlar. Mana stollar hali salafani olinmagan, yengidek turibdi-da. Bu yoqda pardalar ham pultda ochilib yopiladi. Hamma xonalarda, yo'laklarda katta konditsionerlar qo'yib qo'yilgan. Mehmonxonamizning ro'parasida sanuzulni ko'rasizlar. Mana shu 4 ta sanuzulni o'ziga 6 ming dollar ishlatib o'rganman. Eng zo'rlaridan qo'yib degan ma'lumotni berdilar menga. Endi birinchi qavatimizdagi oxirgi bu yotoqxona, bu yotoqxonamizning o'zini ichida mana shunaqa sanuzulini ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqqanda 4 ta xona bor. Zinadan chiqdik. Chap tarafdagi asosiy yotoqxona, bu yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzuli bilan birgalikda bo'lyapti. Navbatdagi ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xonani ko'ringlar. Xohlaganlar buni mana ikkinchi mehmonxona qilib ham foydalansa bo'ladi. Endi buni qarshisida umumiy ikkinchi qavat uchun sanuzul bo'lsa, bu yoq tarafda yana bitta xona, endi ichlarida narsalar turibdi. Uni ko'rsata olmaymiz. Balkonga chiqamiz. Mana bunaqa katta konditsionerlar, boya aytganimdek, va bu yoqdan bo'lsa ikkinchi qavatimizdagi 4-xona. O'rtoqlar narxi zo'r chiqyapti. 189 ming dollar. Kievda joylashgan qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zini Olmazor tumani G'ani Azamov mahallasidamiz, o'rtoqlar. 3,5 sotuvlik xonadonimizni sotuvga qo'yilgan. Mana qaranglar. Shaxsan o'zimga mana shu mahalla juda ham yoqadi. Shundoqqina yonginasida soy bo'yi, suv o'tgan, kechki salqin bolalar bilan chiqib rosa aylanishli joy. Endi mana bu xonadonimizni ko'ringlar. Dokument kadastr bo'yicha 351, fasadining razmeri 13 metr, uzunligi 27 chiqyapti. Endi o'zimiz o'lchaganimizda kelib yana ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana огородlarni ko'rib olsizlarmi? Tashqari tarafida ham bemalol, adashmasam ko'chadan uyimizgacha 4-5 metrlik kattagina огорodi. Endi kelinglar, ichkarilarini, sharoitlarini ko'ramiz. Endi o'sha ancha yil oldin qurilgan uyimizni bu yoq oldi tarafda imoratlari, past tarafda, yon tarafda ham bunaqa geobrazniy imoratlari bor. Tekis to'rtburchak ekan. Qing'irqiy shu joylarini ko'rmadim. Kelib o'zingizlar yana bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, narxi nech pul chiqyapti desanglar, har bir sotixiga 49.900 dollardan chiqyapti. Qiziqqanlar uchun har doim uy egalarining nomerlari video ostida aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni mana shu G'anazamov mahallasidan uy qidirgan qadrdon gruppa bo'ladi-yu, yuborib qo'ying, okey, foydali bo'ladi. Qadrdonlar, bugun sizlar bilan birgalikda 3,5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana bu san'at asarini ko'rib chiqamiz. O'zingizlar xolisona fikr bildirib ketasizlar, izohlarda. Mana qaranglar, imoratimizni mashaalloh o'zimga shunaqa yoqyapti, shunaqa boplab qo'yishibdi uy qurgan akalarimiz. Bu yoqda darvozaxona, bitta mashina qo'yish uchun joy yetarli. O'rtadan asosiy kiraverish eshigi, o'ng tarafda yozgi oshxonalar, rakvinalar, va hovlimizning bu yoq burchagida hovli uchun hojatxona, yashil hudud, ikki yoq tomonlama. Kelinglar endi ichkarini ko'ramiz. Yangilangan klassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Birinchi bo'lib kelinglar mana shu o'ng tarafdagi living roomni ko'ramiz. Bu yoqda maza qilib divanli zonalar qilib, televizorlar qo'yib, oilaviy yoki mehmonlar kelganda ham o'tirsa bo'ladi. Endi marhamat, birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzulni ko'rsak, buni yonginasidan yotoqxonamiz bo'ladi. Uyimizning orqa tarafida 2 metr kenglikda joy qoldirilgan. Endi bu tarafdan mana zinalarimiz, yerto'laga tushganimiz, yerto'lada 3 ta xonamiz bor. Endi kelinglar, mehmonxonani ko'ringlar. Kattagina keng, yorqin mehmonxona. Mana televizor orqa tarafidagi dekorlar lekin vaqti savalab qo'yishibdi. Uyga kirib kelishimizning o'zi ham kattagina hol desak bo'ladi. Bu yoqda juda ham chiroyli dekorativ oyna, qo'shimcha shkaflar va mana bu ayollar uchun maxsus xona. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Hoffman brendidan texnikalar qo'yilgan, mebellar shunaqa did bilan yasalibdi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi tepaga chiqamiz, video davomida men hozir narxini aytaman. Ketdik. Ikkinchi qavatimizda 4 ta yotoqxona, bitta ofis bor. Zinadan chiqdik, chap tarafda bolalar uchun mo'ljallangan bu ikkinchi qavatimizdagi birinchi yotoqxona. Buni yonginasida umumiy o'zini
sanuzli va buni yonida bolalar uchun mo'ljallangan ikkinchi yotoqxonani ko'rsak, endi zinadan chiqqanda o'ng tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini ichida vanna xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Va buni yonginasida ikkinchi qavatimizdagi bu 4-xona. Mana eshiklarni qaranglar. Ofisni boplab qo'yishibdi. Kelinglar ko'ramiz. Marhamat. Mana bunaqa ofisnoy mebellar yasalgan. Shunaqa uyda ishlaydigan akalar bo'lsa, bu uyimizga juda mos keladi. Endi balkonini qaranglar-da, voy mana. Hovli-lekin boshqacha ko'rinyapti. O'zimga haqiqatda yoqdi, o'rtoqlar, ortiqcha maqtash emas. Bu uyimizda 3 qahramon Kurudan taxminan 2,5 kilometr kirganda Parvoz mahallada bo'lyapti. Narxi mana shunaqa chiqyapti. Qiziqqanlar telefon qilasizlar.